Keyin charchamadingizmi, yaxshi ishladingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Keyin shunday yo'ldan tanishimni olib, kutib turuvdilar. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umid aka, shunday keyin uyga tashlab o'tib ketsak bo'ladimi? Bo'ldi, farqi yo'q. Qarashlari boshqacha. Men ham yoqdim shakil. Nima qilib bo'lmasin, shuni ilintirishim kerak. Aziz, cho'ta tanimadim. Kim edilar bular? Kenimli. Akam rahmatli olamdan o'tganlardan keyin ancha qiynalib qoldilar. Ishlarga olib borib, olib kelib, shunab yuraman. Shunaqa degan? Yaxshi. Voy, assalomu alaykum. Azjon aka uyda yo'q edilar. Menga Azizjon emas, siz keraksiz. Nima? Tushunmadim. Yo'q, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Azizjon aytuvdi menga, ozgina kenayim qiynalyaptilar ishdan deb. O'shanga ish taklif qilib kelyotgandim oldingizga. Shunaqamidi? Mani tikuv sexim bor. Vizitgam. Borsiz, o'sha yerda hammasini gaplashib olamiz. Kutaman. Baribir meniki bo'lasan. Aytganchi. Dilobarga salom ayting. Ayolim Dilobargami? Dugonam Dilobarga.